Xullas, saddi balo oilaviy biznes boshlabdi. Tabriklayman! Bizga mana jo'natgan sovg'asini qaranglar. Maryam's Bakeries. Takoy shirinliklar. Hali o'zim ham ochib ko'rmadim. Yangi yilda hammaga kerak bo'ladi. Menimcha mana shuni yemay olib qo'yamiz. Qani begaga u ukrasheniya deydi bu narsani. Bunisiga rostdan gap yo'q. Hozir endi mazasini ko'ramiz. Undan oldin men sizlarga aytmoqchi bo'lgan narsa, shu nomerlarga telefon qilib zakaz qilsanglar bo'ladi yoki dastavka qildirib yuborsanglar ham bo'ladi. Parkent va Yangi bozorlarida bularni Maryam's Bakery degan xolodilnikligi bor. O'shatdan ham bugunni o'zida sotib olsanglar bo'lar ekan. Bay. Tort zakaz qilsa bo'ladimi? Da, yangi yilga, tug'ilgan kunlarga zakaz qilsanglar ham bo'ladi. Konkras meni tug'ilgan kunim-ku keyingi oy. O'g'il bolacha o'tizib etamiz hozir. Voy! Pichoni chiroyliligini. Pichoni. Lekin gap yo'q. Shirinlikni yaxshi ko'raman-ku. Xo'p, sugushonli krem, banan, malina, shokolad и chetlarida kiskini anaqasi bizesi bilan bezatilgan, usti fruktoviy. Yoqdi lekin sizgacha, aka? Zo'r. Bu rostdan yaxshi ekan. Sadosh, zo'r.